Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsa do'stlar, bu videoni Rossiyada yurgan aka-ukalarimizga srochni tarqatib qo'ying. Kimnidir akasi, kimnidir ukasi, opasi, singlisi yoki do'stlari Rossiyada yurgan bo'lishi mumkin. Albatta bu videoni tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Chet davlatda bizni ko'rayotganlar bo'lsa, bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Xorijda ishlayotganlar immigratsiya agentligi beradigan yordamlarni bilishi shart. Bu murakkab moliyaviy vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz, bir martalik moddiy yordam beriladi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravaridan 5 baravarigacha bo'ladi. Hozirgi kunda bu 824 mingdan 2 million 60 ming so'mni tashkil etadi. Zarur bo'ladigan bo'lsa, vataniga qaytish kerak bo'lib qolsa, chiptangiz ham besplatni olib beriladi. Og'ir xastalikka yoki baxtsizlik hodisaga uchraganda xarajatlarini qoplash uchun $1000 dan $1500 to'lab beriladi. Turar joysiz qolgan bo'lsa, 30 kungacha hostelda yashash pullari ham to'lab beradi. Mabodo huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, advokat bilan ta'minlash zarurat bo'ladigan bo'lsa, $3000 gacha xarajatlaringiz qoplab beriladi. Murojaat uchun qisqa raqam 1282 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam kommentariyani bosh sahifasiga Telegram silka qo'yamiz. Shu Telegram silkaga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Mana shu yangiliklardan bemalol xabardor bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shu videoni do'stlar imkoni boricha Rossiyada yurgan aka-uka, opa-singillaringizga tarqatib qo'ying. Mabodo shu narsalar ayni damda ularga hozirda kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta yuborib qo'yishingni so'rab qolaman. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.